Assalomu alaykum ahli tomoshabinlar. Ba shuma Ma'murjon Suvanov az kanali Ma'mur Aziya. Imroz juma sana roz 4 dekabr qaror داریم در مول بازار قبادیان. در این ویدیو بقار سیمکا کردیم. همه این آمده بقاره بسیارتر بقای یاش سیمکا کردیم. ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. معقول باشه لایک کنید. کسانی که در کانال مهمون است обязательно подписаться کنید. رفتیم. Yosh buqachalar 6000 gap savdosi bor, bozor 5000 narx qilyapti mana. Bunisini ham 5500 deb turibdi, bozor 4500 gacha narx qilyapti. 5000 ftesta muomaladora bozor 4500 narx qilyapti isha. Va isha 5000 narx qilyapti. Da buqacha yosh 56 ftesta muomaladora bozor 5000 narx qilyapti. Buqacha yosh 5600 deyap, bozor ta 5000 4900 narx qilyapti. Da buqacha yosh 7000 ftesta muomaladora bozor 6000 narx qilyapti. 7000 deyap, bozor 6500 narx qilyapti. Yosh buqacha. Da buqacha yosh naish variant savdoshidagi 50 xaridin ha 52 savdoshidagi na xaridar nav 5 chilaftini xaridaish. Da buqa yosh maydasha chilaftini va 52 xaridagan 4750 maydasi, mana qorasi 5200 olingan. Yosh ho'kizchalar. Da buqacha yosh 5200 ftesta muomaladora bozor 40 narx qiladi. Buqacha boray bastan tayyor. Buna yosh g'unajin 4400 bozor narx qilyapti. Unajin yosh bozor 4400 narx qilyapti. Joy pul girish ham 5000 ftesta. Chand so'm unajin? Unajin chand so'm? 3500 dina unajin yosh. Dita buqacha 4000 ya. Dita buqacha 4000 buda. 4000. İş çamplaka. Bunacin ya? Ne bunacin yoş 3600 so'm. Ne iş buqa? Shashini mazor ha? Bozor chand kat? Ne shashini mazor ftesta bozor 58 narx qiladi. 6500 ga bozor 5800 narx qilgan. Ne yosh o'rtacha buqalar 5200 deyapti savdosi bor, bozor 4800 gacha narx qilyapti buqacha. Bo'g'ozamaza? Yo'q. Mana yosh xunajin 6000 deyapti savdosi bor, bozor 4600 gacha narx qilyapti. Unajin baroy mulkni. Buna yosh xunajin 3500 deyap savdosi bor, bozor 31050 somon narx qilyapti. 3150 gacha narx qilyapti. Unajin baroy mulkni. Buna xunajin yosh 4000 ya. 4000 ftesta muomaladora bozor 3300 narx qidirgan. Unajinoy garantini baroy mulkni. Na unajin yosh 3500 ftesta muomaladora bozor 3050 so'm narx qiladi. Bozor 3050 so'm narx qidirgan. Unajin baroy mulkni.
نه گناهجینی وریانتی سودا شدگیش 2500 اینا هازی سودا شده این نرخ نوان هم خیلی 31 buna yosh g'unajin 3200 deyap, bozor 2800 narxiga, shundaymi? 2800 narxiga. Na g'unajin yosh gusala 2800 vitesda muomala dora, bozor 2500 narxida. G'unajin ardishon? Ardishon buqani? Ne bu kaça yosh ish 2000 so'm. Bu savdo dora ish 3000 so'm. Bu savdo dora ira chankat bozor 1850 so'm bira bozor narxidagi ishad. Bu kaça? 2750 so'm bozor isha narxidagi. No, gusala bu kaça o'yin. Bunda yosh g'unajinlar hammasi buzoqchalar mana 2,5 mingdan deyap savdosi bor mana. Sariq, ola mana qora, unisi ham sariq mana. 2,5 mingdan deyap savdosi bor, bozor 2 mingdan narx qilgan. Buzoqchalar mana nihol. Ya g'unajin yosh qancha bu? 25 ha? 2500 g'unajin. Bu qizcha 2700. Bozor nechidan qildi? Bozor nechi qildi? Bozor har xil narx qilyapti. 2800. Ne g'unajin yosh, g'unajin zotdor buda, baroy molkini Karpata ina. 5000 vitesda muomala dora, bozor to 46 narx qiladi. 6,5 mingga bozor 5,5 mingga bozor 4600 gacha narx qilgan. Ko'rdingmi? Yosh g'unajin. Ko'rsin. Va yosh ola buqachalar 5,5 mingdan deyap savdosi bor. Ikkita buqa mana akam savdo. Aka nechidan qilyapsiz bular? Meni olmayman. Mana ikkinchisi 5,5 mingdan. Nechidan qilyapsiz bozor aka? Cho'rning desam o'zi cho'r. Na, 4,5 mingdan ikkitasi har dusha cho'rinimi narxi desa bozor. Ne buqacha ola. Ne duta buqa ardisha 9000 vitesda dura. Bozor 4800 narxi desa ardisha. 4800. 4800. Çor 1800 vitesda buda. Bozor 9000 har dusha narxida. 4800 dan deyap bozor ikkalasini 9000 ga so'rayapti. Bunda yosh g'unajin, Karpat, semiz g'unajin 7500 deyap savdosi bor, bozor 6700 narx qilyapti yana. G'unajin yosh, farbe 7000 vitesda muomala dora, bozor 6700 narx qilyapti. Ichampla aka? Ona yosh sigir bitta tug'gan, ikkinchi bolasiga 5 oylik bo'g'oz 7000 deyapti savdosi bor, bozor 6200 gacha narx qilyapti. Qayerda moli bu? Qavadiyondakimi? Qavadiyonda moli. Kettiga bor. Bunda yosh g'unajin 4200 deyapti savdosi bor, bozor 3700 narx qilyapti. 4200 desa muomala dora, bozor 3700 narx qilyapti savdosi. Na g'unajin yosh. Yagon to zoydagi nesa? Buquzamdes. G'unajin yosh 6000 vitesda muomala dora, bozor 5000 narx qilyapti. G'unajin qad daroz bundast. Buna yosh g'unajin, qisir g'unajin ekan. Bozor 7000 narx qilib turibdi mana.
Semiz gunoji. Ol kelsin. Eladimi? Ha. Hafazor bozor narx kedestayna gunojini. Na gunojini behtarin 5500 dina narx kedestay. O'zi savdo kedestay. 5500 5500 mana narx qilib turibdi hozir savdo qilyapti. Semiz toza gunojini. Buna ot yosh ot ekan, birinchi bolasiga mana bolali ot. Bolasi erkak. Bitta tug'gan. Ikkinchi bolasiga 4-5 oylik bo'z. Mana u bolasi mana. Ikkalasini 14 ming deyapti, yana savdosi bormi? Na. Aspi modobday. Yakta zodiga düyün bachashsiz 4-5 moh bo'g'iz. Na bachash naray 14000 rupiya muomala dora. Na bu qacha yosh 56 rupiya muomala dora, bozor chilini 50 narxga desang. Na juma bozori xabadiyam narxi navo. Na o'rtacha bu qachalar boqish uchun tayyor buqalar 7000 deyap savdosi bor, bozor 6200 gacha narx qilgan. Da bu qacha yosh 6000 rupiya muomala dora, bozor 50 da narx qadaydi. Da bu qacha yosh 6500 rupiya muomala dora, bozor 53 narx qadaydi. 6500 ga bozor 53,5 narx qilyapti. Ho'kizcha. Na bu qay sredniy baroy boni tayyoray. Varianti savdoshilarga shashini mazor ina hozir savdo shedini. 6500 ga hozir sotildi mana. Sotilgan variantlaridan. Mana yosh buqacha 4750 750 ga olindi mana. Ha. 4750 ga olindi mana. 4750 so'mda savdo shedini. Buqacha. Buqacha gizalovdanik. Mana yosh buqachalar 5500 deb turibdi, savdosi bor, bozor 4600 narx qilgan. 5500 testa bozor 46 narx qadaydi. Qacha yosh. Va Qabodiyo mol bozori. Ho'kizcha qancha bo'ldi aka? 6000 so'm. 6000. Bozor necha qilyapti? Bozor 56. 56, ha? Mana yosh ho'kizcha 6000 ga bozor 5600 narx qilyapti.